Mana bu parkovочный zona. Ko'rib turganlaringdek. Ya'ni bu yo'l chekkadagi bo'sh joylar tadbirkor tomonidan sotib olingan. O'zlarining znakini qo'ygan, davlatga shu o'zini to'lovlarini to'lashadi. Mana o'sha qo'yib qo'yilgan joylar, xohlaysiz u tomonga qaratib qo'yasiz, xohlaysiz bu tomonga qaratib qo'yasiz, xohlaysiz bir-biriga tumshug'ini qo'yasiz. Bu sizning ishingiz. Siz xususiy parkovkada turganingizdan keyin bu xohlaysiz unaqasiga, xohlaysiz bunaqasiga qo'yasiz. Mana o'sha avtomat, parkovочный avtomat. Mashinangizni qo'yib qo'yasiz, bu yerga o'zingizning ma'lumotlaringizni kiritasiz. Qani? Parkovka, mana parkovkalarni topasiz. Endi o'zingizga kerakligini zona B, C, D degan joylari bor mana. Qo'yganingizdan keyin mashinangiz nomerini terasiz. Terganingizdan keyin mashinangizni qo'yib qo'ysangiz bo'ladi. Bemalol sizga hech kim xalaqit bermaydi. O'zlarining inspektorlari bor, tekshirib turadigan. Kelib turib mashinangiz nomerini o'sha apparatiga ursa, pul to'laganmisiz, to'lamaganmisiz, o'zi shu ko'rinadi apparatida. Bu holatda o'zimizni yuqorida o'tirganlar eshitib qolishmasin. Shu yo'l chekkasini ham tadbirkorlarga sotishadi. Xuddi radarga o'xshab.